2024-yillik London kitob yarmankasida Uyg'urlarning fikr qilish erkinligi, nashr erkinligi va kitob o'qish erkinligiga qarta kun sari kuchayotgan xavf, jumladan madaniyat qirg'inchiligi muhokama qilindi. 2024-yili 3-oyning 14-kuni Xalqaro nashriyat jamiyati, Angliya qalamkashlar jamiyati va Xalqaro qalamkashlar jamiyati qatorliq o'rinlar birlikda 2024-yillik London kitob yarmankasida nashriyat erkinligi, ifodalash, nashr qilish va o'qish nomida alohida yig'in o'tkazgan bo'lib, Uyg'urlar duch kelayotgan masalalar mana mush yig'inda o'tirib qo'yildi. Bu yig'in dunyoning har qaysi joylarida fikr erkinligi, nashr qilish erkinligi va kitob o'qish erkinligiga qarta kun sari kuchayotgan xavfni hal qilishni maqsad qilgan. Bu tahdidlarning kitob sohasida keng ta'sirga ega bo'lib, avtorlar, nashriyatchilar, kitob sotuvchilar, kutubxonalar va o'qirmanlarga cho'nqur ta'sir ko'rsatganligi bilinmoqda. Muhofizachi gazetidagi Claire Armistead riyosatchilik qilgan bu yig'inga bir qism mutaxassislar va hurmatga sazovor shaxslar nutq so'zlagan. Angliya yozuvchilar jamiyatining a'zosi, Dunyo qurultayining vakili shoir Aziz Aysa Alkunmo mazkur yig'inda so'z qilgan. Bu Uyg'urlarning fikr erkinligi, nashr qilish erkinligi va kitob o'qish erkinligining Xitoy hukumati tomonidan to'sqinlik uchirishi va kun sari kuchayotgan xavf haqida tafsiliy uchur bergan. O'xshash kunda Xalqaro qalamkashlar jamiyatining tashkillashi bilan mazkur 2024-yillik London kitob yarmankasida Uyg'ur she'riyati va shoirlar duch kelgan qismatlar haqida bir muhokama yig'ini ochilgan. Buningda Aziz Aysa Alkunning tarjima va tahrirligida tuzilgan Uyg'ur she'rlari nomli kitob tanishtirilgan. Bu yig'inda turmadagi ko'plagan yozuvchi va shoirlarning ijodiyati va beshiq kelgan ig'ir kunlar haqida tafsiliy fikr va tushuncha berilgan. Millatning taqdiri haqida ko'plagan maqolalarni yozgan, Uyg'ur jamiyatining fikr iqimiga ta'sir ko'rsatgan Yalqin Ro'zi, Abduqodir Jaloliddin qatorliq ziyolilardan boshqa yana tarixchi Abdulaziz Orxun, folklorshunos Raila Davud, tarix romanlari bilan dong chiqargan Yosinjon Sodiq Cho'g'lan, jamiyatshunoslik doktori Zulfiqor Barat o'z bosh qatorliq ko'plagan tadqiqotchi va yozuvchilarning turma lagerlarga tashlanganligi dalillangan edi. Aziz Aysa Alkun apandi bu yig'inning Sharq Turkistonda hilam davom qilayotgan madaniyat qirg'inchiligini tanitish va bildirish uchun nihoyat yaxshi fursat bo'lganligini alohida tilga oldi. London kitob yarmankasi 1971-yildan buyon har yil o'tkaziladigan cho'ng tipdagi kitob yarmankasi bo'lib, odat har yili martda Angliyaning London shahrida o'tkazildi ekan. Bu yarmanka dunyodagi eng chong kitob yarmankalaridan biri hisoblandi ekan. Bu yilgi London kitob yarmankasi 2024-yili 3-oyning 12-kuni boshlanib, 3-oyning 14-kuni oxirlashgan. Bu yarmankaga 160 dan ortiq davlatning nashriyat sohasidagi vakillar qatnashgan. Hurmatli ko'rurmanlar, keng qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar.